Assalomu alaykum do'stlar, bu yerda ko'plab bizneslar, uskunalar sotiladi. Tayyor holatda gazoblok, penablok uskunalarni O'zbekiston bo'ylab olib borib qo'yishlar o'rgatib ishga tushirib berayotganmiz. Hozir sizlarga ponni komplektlar obzor qilib o'taman. Bu yerda penablok uskunalar, birinchi boshlaydigan bo'lsak, $300 komplekt, tomsuvoq apparati, pena generator, rastorbochka, kompressor, mikserlari bilan bo'ladi. $300 dan. Bu yerda penablok uskunasi обычный komplektimiz $700 joyida, $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Bundan hamma yo'q bo'ladi. 3 ta qolip rastor bochkasi, pena generator, latok, tumba, kompressor, mikser, pulsator, shlankalari bilan salkam 1000 ta penablok ketadigan penalari bilan qilib beramiz. Belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Buni narxi $730 dan. Vodiy bo'lib $780, O'zbekiston bo'lib $830 dan. Yetkazib olib borib quyish o'rgat mahsulotlar qayerdan qanot tayyorlaymiz, hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Bunda ham rastor bochka 3 ta qolip pena generator, latok, tumba, kompressor, mikser, pulsator, shlankalar 1000 ta pena bo'lib ketadigan penasi bilan bo'ladi. Bu yerda trendda bo'lgan yevro komplektimiz. Yevro komplektimizning narxi, joydagi narxi $800, O'zbekiston bo'ylab $900, vodiy bo'lib $850. Bunda ham rastor bochka 3 ta qolip, pena generator, latok, tumba, kompressor, mikser, pulsator, shlankalar bilan. Yevro qolipni mana ko'ryapsizlar, 7 qator profillik, taglari ham hamma yo'q. Manlar ham 4 ga 4 profil, stenlari ham 1.7 stenlarlik profillardan qilingan bo'ladi. Manaqa Lego komplektlar. Lego komplektlarda ham Euro Lego varianti bu. Euro Lego variantining narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib qilib beriladi buni. Bunda ham 3 ta qolipi, pena generator, latok tumbalari Legoli bo'ladi, kompressor, mikser, pulsator, shlanka hamma yo'q. Salkam 1000 ta pena bo'lib ketadigan penalari bilan bo'ladi. Bu komplektimiz agar обычный variantda bo'lsa $100 arzonroq bo'ladi. Turbali variantimiz bu yevro qolipga turbali qilingan, adashib qolmaydi. Ko'p joyda обычныйga qilib narxlarni arzonroq aytayapti. Bu yevroga qilingan varianti. Buni narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Bu turba teshiklik variantda chiqadi. Bunda ham 3 ta qolip, rastor bochka, pena generatori, kolonnasi, latogi, kompressor, mikser, pulsator, shlankalar salkam 1000 ta pena bo'lib ketadigan penalari bo'ladi. Qoliplarimizdan xudo xolasa nalichi tayyorlari bor. Xonalari bo'lish uchun pergorodka deysizmi, yarim pergorodka deysizmi, to'liq pergorodka, обычныйsi, yevrosi hamma turdan bor. Manaqa 10 taradigan bochkalar zakazga, zinali varianti. Ko'pchilik mana zinasiz ham qilyapti. Endi bu vobshe ish bermaydi. Ular endi sotguncha, klient yetguncha-da ularda. Unaqa emas. Shu yaxshi variantda. Endi ba'da gazoblok uskunalarimiz, gazoblok uskunalarimizni manaqa avtomat liniyalar qilaman deganlar, o'sha pol avtomat qilaman deganlarga mana avtomat reskalardan bor. Endi gazoblok uskunasi 1.5 emas, $1200 dan boshlanadi. Bunda nimalar bo'ladi deganlar uchun manaqa mini mishalkasi, 3 ta qolipi, arrasi, suyongisi bilan $1200. Endi agar manaqa qolgan manaqa pena generator hamma yo'g'i bilan qo'shiladigan bo'lsa $1.5 dan. Endi manaqa $1.5 ga manaqa 12 talik qolipdan 2 ta reskasi, arrasi, manaqa suyonkiz, mishalkalari bilan qilib beraveramiz. Qoliplar soni ko'payishiga qarab avtomat reska bo'lishi, relsda yuradigan bo'lishi, ponni dozatorli bo'lib o'lchanadigan bo'lishlariga qarab narxlar oshib boradi. Bu yerda manaqa gazoblok отходini prisni g'ish qiladigan variantlari ham bor. Mana ko'ryapsiz, o'ta qattiq. Отходidan ham pul qilsa bo'ladi. Kerak bo'lsa ishchilari puli shuni o'zidan chiqib ketadi. Buni narxi 3 million so'm. 3.5 million, 4 million deb tashlashayapti. 3 million so'm narxida. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerimiz 94 504 11 77.